Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi videomiz kalamush haqida bo'ladi. Tushda kalamushni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Tushda kalamushni ko'rishlik u tushda aqli past, zolim, qalbi qora va rahmi oz inson bo'ladi. Kim uni hovlisiga, uyiga kirganligini ko'rsa, ongida uyiga bir makkor inson kirgan bo'ladi. Agar kalamushni tushida ushlaganligini ko'rsa, o'zi yashab turgan joyidan boshqa joyga ko'chishiga ishora bo'ladi. Agar ko'chmasa, mol-mulkini sotishiga ishora bo'ladi. Kim o'z uyida yoki boshqa birovning uyida kalamushni ko'rsa yoki ushlab olganligini ko'rsa, ushbu xonadon vakillari o'g'ridan yoki o'sha xonadonda yashab yurgan kishidan ehtiyot bo'lishligiga ishora bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.